Vavilonlik eng boy odam Jorj Samuel Clayson. Boylikka intilgan odam. Qadimgi Bobilda yashovchi arvosoz usta Bansir chuqur qayg'u-g'amga botgandi. U o'zining yerini o'rab turgan pastgina devor yonida o'tirib, oddiygina uyi va hali behisob bitmagan arava turgan ochiq ustaxonaga xomush tikilardi. Uy eshigi oldida har zamonda bir xotin ko'rinib qolardi. Xotinning Bansirga zimdan tikilishlari beixtiyor uydagi un qopi deyarli bo'shab qolganini, chala qolgan arvani yasash uchun bolta va bolg'ani qo'lga olish kerakligini, g'ildirak to'g'nlariga charm qoplashi, arvani sayqallab bo'yashi va uni boy xaridorlarga sotishi lozimligini yodga solardi. Shunday bo'lsa-da, Bansirning mushakdor qomati devor yonidan qimirlamasdi. Xayollari charx urib uning savollariga javob izlar, biroq sira muammoning yechimini topolmasdi. Furot vodiysi uzra ko'tarilgan quyosh nurlari ayovsiz qizdira boshladi. Bansirning peshonasidan quyilayotgan ter tomchilari qoshlaridan pastga tomar va ko'ksidagi quyuq tuklar orasida yo'qolib ketardi. Uning kulbasi ortida podsho saroyini o'rab turgan kungarador devorlar qad ko'targan, nariroqda esa bel ibodatxonasining kamalakbont biyoqlarga bo'yalgan minorasi tiniq osmonga bo'y cho'zib turardi. Bansirning soddagina uyi ham va uning qatorida yana bir qancha uylar shunaqangi ulug'vorlik va hashamatning qarshisida yanada nochorroq va g'aribroq ko'rinardi. Butun Bobilda ana shunaqangi manzara namoyon bo'lib, bu yerda hashamat va nochorlik, boylik va qashshoqlik bir-biri bilan qorishib ketgan bo'lib, biror bir rejasiz qurilgan va devorlar bilan ajratilmagan uylarda hayot qaynardi. Agar shu lahzada Bansir ortiga o'girilsa, uyqudan ko'z ochayotgan shaharni boylarini, sershovqin arvalarni, yengil shippak kiygan savdogarlarni, ularning ortidan ergashgan yalangoyoq tilanchilarni ko'rgan bo'lar edi. Biroq hatto boylar ham podshohlik ishi bilan band bo'lgan, tizilib kelayotgan meshkob qullarga yo'l berish uchun yo'l chekkasidan ariqlar tomon tislanishardi. Bu qullar osma bog'larni sug'orish uchun og'ir suv to'la meshlarni tashishardi. Bansir o'y-xayollar bilan shu qadar band ediki, tartibsiz shahar shovqinini eshitmas, unga e'tibor ham bermasdi. Biroq kutilmaganda chertib chalingan torli musiqa asbobi, liraning tanish sadosi qulog'iga chalindi-yu, Bansirning xayollari to'zg'ib ketdi. U ortiga o'girilib qadrdon do'sti, musiqachi Kobbini mehrli tabassum bilan boqib turgan chehrasini ko'rdi. "Senga ma'budlarning behisob marhamati yog'ilsin, qadrdon do'stim", deb otilgancha baland parvoz ohangda salomlashdi Kobbi. "Aftidan ma'budlar seni siylab ulgurgan chog'i, ishlashga ham hojat qolmabdi. Omading kelganda mening ham quvonishimga ijozat ber. Bundan tashqari omadingni sen ila bo'lishishga tayyorman. Aftidan hamyoning pul ko'pligidan yorilib ketay deyapti. Shekilli, aks holda ustaxonada o'lib-tirilib ishlayotgan bo'larding. Marhamat qilib hamyoningdan 2 shekel chiqargin-da menga qarz bergin. Chunki bugun oqshomda bo'ladigan akobirlarning ziyofatida qatnashishim shart. Pulingni shu qadar tez qaytaramanki, sen uning yo'qligini hatto payqamaysan ham. Agar 2 shekel pulim bo'lganda edi", deya xomush javob berdi Bansir. "Ularni hech kimga, hatto sendek qadrdon do'stimga ham bermagan bo'lardim. Chunki o'sha pul mening bor yo'q boyligimga aylanardi. Axir hech kim o'zining bor boyligini eng yaqin do'sti bilan ham bo'lisha olmaydi-ku." "Nima?" qichqirib yubordi Kobbi hayrat ila. "Hamyoningda 1 shekel ham puling bo'lmasa, nega devor yonida qaqqayib turibsan? Nega anavi arvani yasamayapsan? O'zingni nozik tabiiyni nima bilan qondirmoqchisan? Negadir o'zingga sira o'xshamayapsan, qadrdon do'stim. Sening so'nmas kuch-g'ayrating qayerda qoldi? Yuragingni nimadir bezovta qilyaptimi? Nima, ma'budlar senga sinov yo'lladilarmi?" "Ha, ma'budlar meni shunaqangi azoblar bilan sinayotgan bo'lsalar kerak", deb tan oldi Bansir. Barchasi o'zini badavlat inson sifatida ko'rgan tushimdan boshlandi. Belimdagi kamarimda tangalar liq to'la hamyon osilib turardi. Hamyonda men gadoylarga ulashishim mumkin bo'lgan shekellar, rafiqamga atalgan zeb-u ziynatlar, o'zim uchun esa istalgan narsamni olishimga imkon beradigan kumush tangalar bor edi.
Hamyonimdagi oltin tangalar kelajakdan qayg'urmaslik uchun ishonch baxsh etar. Shuning uchun hech bir xavotirsiz kumush tangalarni sarflardim. Men yuragimda cheksiz mamnunlik hissini tuydim. Hatto yaqin do'stim bo'lsang-da, o'sha paytda men ko'rganingda mutlaqo taniyolmagan bo'larding. Rafiqamni ham taniyolmasding. Uning yuzida ajinlardan asar ham yo'q. Yuz-ko'zi kulib turardi. U to'yimiz bo'lgan kunlardagi chehrasidan tabassum arimaydigan qizga aylanib qolgandi edi. Chindan ham ajib tush ko'ribsan, dedi Kobbe. Faqat shunday go'zal tuyg'ular baxsh etgan tush ko'ribsan-u, lekin nima sababdan jonsiz haykaldek qotib turibsan? Nega deysanmi? Chunki uyg'ongach hamyonim bo'm-bo'sh ekanligi yodimga tushdi. Sho'rim norozilik kayfiyatida to'ldi. Kel, shu haqida biroz bosh qotirib ko'raylik. Axir biz sen bilan dengizchilar ta'biri bilan aytganda bir kemada suzyapmiz. Yoshlik chog'larimizdan bilim olish uchun ikkovimiz birgalashib qohin huzuriga qatnardik. O'spirinlik yillarimizda ham ko'p mas'ud damlarda birga o'tkazdik. Ulg'ayganimizdan so'ng esa qadrdon do'st bo'lib qoldik. Qaysidir ma'noda har ikkimiz ham o'z hayotimizdan mamnun edik. Soatlab charchamay mehnat qilardik. Keyin esa topganimizni osongina sarflashimiz bizni qoniqtirardi. So'nggi yillarda qancha pul topmadik deysan, biroq hamon boylik qanchalik quvonchli hayot bera olishi haqidagi xayollardan nariga o'ta olmayapmiz. Nega bunday bo'lyapti? Nahotki biz shunchalar nodon bo'lsak? Axir biz dunyodagi eng boy shaharda yashayapmiz-ku. Sayyohlar aytgandek, dunyoning hech bir shahri boylik bobida bizning shahrimizdan oldinga o'ta olmaydi. Atrofimiz boylikka to'lib toshib yotibdi. Biroq ulardan bizga qanday manfaat bor? Qadrdon do'stim, sen hayotingning yarmi mobaynida ter to'kib mehnat qilgan bo'lsang-da, nega oldimda kelib qandaydir arzimas 2 shekel qarz so'rayapsan? Xo'sh, mendan qanday javob eshitmoqchisan? Xo'sh, men mana hamyonimni ola qol. Ularning ichidagi borini bilan sen bilan bajonidil baham ko'raman, dedimmi? Yo'q. Men hamyonimni xuddi seniki kabi bo'm-bo'sh ekanligini tan olishga majburman. Xo'sh, nega shunday bo'lyapti? Nega kumush va oltinlarimiz yo'q? Topganimiz hatto kiyim-kechak va oziq-ovqatlarimizga ham yetmayapti. Bundan tashqari o'g'illarimiz haqida ham o'yla, gapida davom etdi Bansir. Ular ham otalarining izidan ketmayaptilarmi? Nahotki ular ham, ularning farzandlari va nabiralari ham bir umr mana shu boylikka ko'milgan shaharda echki suti-yu bo'tqadan boshqa narsani ko'rmay o'tib ketishsa? Bansir, sen bilan shuncha yillardan beri birodarmiz-ku, lekin ilgari biror marta ham bunaqangi gaplarni aytmaganding, dedi Kobbe ajablanib. Ilgari bu haqida o'zim ham o'ylab ko'rmagandim. Tong saharda to tun qorong'usigacha ter to'kib bu atrofda eng yaxshi deb e'tirof etilgan arvalarni yasardim. Vaqt soati kelib ma'budlar halol mehnatim uchun menga farovon hayot tuhfa etishlariga ishonardim. Biroq negadir shunaqangi kunlarga sirayam yeta olmayapman. Oxir-oqibat bularning bari xom xayol ekanini anglab yetdim. Shuning uchun ham yuragimni g'am kemirmoqda. Men boy inson bo'lishni xohlayman. Ko'pgina yerlarim va chorvalarim bo'lishini, chiroyli va hashamatli liboslar kiyishni, hamyonim pulga to'lishini xohlayman. Bu orzularim amalga oshishi uchun bilaklarimdagi bor kuchim, aql-idrokimni sarflamoqqa tayyorman. Faqatgina bir narsani, mehnatlarim munosib taqdirlanishini istayman. Nima uchun biz boshqalar oltinlar evaziga erishayotgan farovon hayotga sirayam yetolmayapmiz? Qaniydi buning javobini bilsam, deb javob berdi Kobbe. Men ham hayotimda sendan-da ortiqroq mamnun emasman. Lira chalib topgan pulim qanchaga ham yetardi. Oilam och qolmasligi uchun hammasini doimo aniq hisob-kitob qilishga, rejalashtirishga majburman. Qalbim tubida mening ham bir istagim bor. Qaniydi sadolari olis-olislarga yetadigan kattakon liram bo'lsa-yu, uning yordamida qalbimdagi musiqani ijro etsam. Unda shunaqangi jozibador kuylar chalardimki, hatto podshoh ham bunday kuyni hech qachon eshitmagan bo'lardi. Sen bunday sozga munosibsan. Butun Bobulda lirani sendan-da mahorat bilan chala oladigan sozanda yo'q. Agar shunday
kuy chala olganingda nafaqat podsho, balki ma'budlar ham senga tahsin aytgan bo'lardilar. Biroq sen ham men ham xuddi podshoning qullaridek nochor bo'lsak, orzularimizga qanday erishishimiz mumkin? Darvoqe eshityapsanmi? Ularning qo'ng'iroqchalari yangrayapti. Ana o'zlari ham kelishyapti. Bansir shunday deb qo'li bilan tor ko'cha bo'ylab daryo tomon kelayotgan g'arq terga botgan yarim yalang'och mishkop qullarga imo qildi. Ular beshtadan bo'lib safga tizilgancha suv to'la og'ir beshlarni orqalab borardilar. Qullarni boshlab kelayotgan odamga e'tibor berding-a? Dedi Kobbe. Saf oldida qo'ng'iroq tutgancha ohista yurib kelayotgan, yuk ko'tarmagan qo'lini ko'rsatib. Kichkina amaldor. Bu qullar orasida sen-u mendek ko'plab yaxshi odamlar bor, dedi Bansir. Shamoldan keltirilgan mallasochlar, janublik sertabassum qora tanlilar, qo'shni mamlakatlardan olib kelingan bug'doyrang badanli qullarning bari tinimsiz daryodan bog'ga, bog'dan daryo tomon qatnashadi. Kunlar, yillar shu zayl o'taveradi. Ularning inqilobi ortiq porlamaydi. Ularning chushagi pahol, ovqati maydalanmagan dondan pishirilgan bo'tqa bo'ladi xolos. Bechoralarga chim achiydi Kobi. Ularga-ku achinaman, biroq sen va men ozod insonlar bo'lsak-da, qismatimiz ularnikidan ko'p-da farq qilmaydi. Garchi bu haqda o'ylashni o'zi ham yoqimsiz bo'lsa-da, gaplaring haq, Kobi. Ishlaysan, biroq evaziga hech vaqo olmaysan. Boshqalar qanday qilib pul topayotganlarini aniqlab, xuddi ulardek yo'l tutsak bo'lmaydimi, deb so'radi Kobi. Ehtimol buning biror siri bordir. Buni o'sha omadi kulayotganlardan so'rash kerak. O'ylanqirab dedi Bansir. Mana bu omadli kun desa bo'ladi, deb xitob qildi Kobi. Tasavvur qiling-a, sening oldingda kelayotib oltin aravasida ketayotgan eski do'stimiz Arkadni uchratib qoldim. Aytishim joizki, u mendek oddiy odamni ko'rgach boshqalar kabi ko'zlarini chetga olib qochmadi. Odatda uning mavqeidagi ko'pchilik odamlar shunday qilishadi. U aksincha ko'chadagi bekorchilarning bariga ko'rishi uchun menga qo'l silkidi va do'stona tabassum hadya etdi. Aytishlaricha, u butun Bobilda eng badavlat odam emish, dedi Bansir.